Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Yana bitta obyektimizda ishimizni o'rnatib oldik, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Bu safar 100% laminatda bo'lgan ishimiz, rossiyskiy laminatda bo'yib berdik. Xo'p, buni dizayni uyga mos, aboyiga, eshiklariga moslandi. Eshiklari ham shu rangdan, bir xilda anatomniy ochiq holatda uyda egasi yoqtirar ekan, shu rangni uyimga moslab bering dedi. Shunaqa dizayn chiqardik, xudo xolasa. Bularning razmerini kelib bir qator aytamiz hozir. Xo'p, bularning razmeriga keladigan bo'lsak, 3.30 ga balandligi 2.60 joyga tushgan ishimiz. Doskalarimiz har doimgidek 3.8 qalinlikda rossiyskiy. Mashg'ulotlari vakuum qilib bo'lgan, xudo xolasa zo'r. Tortmalariga ham qoshiqdonlarni qo'yib berganmiz chiroyli tarzda. Bu yerlarga doimgidek o'zimizning bonuslarni, sushilkasi, moyka, smesителlarni qo'yib berganmiz. Chiroyli holatda ishlarni o'rnatib berdik. Gaz vichkasini xonadon egalari o'zlari oladigan bo'ldi. Kerak emas dedi, keyinchalik qo'yib olamiz deyishdi. Xo'p, do'stlar, bularning razmeri puliga keladigan bo'lsak, 1 metr mana shunaqasiga tepa past hisoblanadi. 2.500.000 so'mdan vodiy ichi dastlabki uстановkasi, moyka granti, sushilkasi besplatniy bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.